Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach ultrasoniy diagnostika Erkinjon Yo'ldoshev. Hurmatli obunachilar, biz bugun City Med klinikasida yana navbatdagi operatsiyamizni amalga oshirdik. Soat Toshkent vaqti bilan 18 dan 20 daqiqa o'tmoqda. Bizning bugungi operatsiyamiz muvaffaqiyatli tugadi. Bu operatsiya ligamentotomiya, jinsi holatni katta qilish operatsiyasi. Jinsi holatni katta qilish operatsiyasi bo'yicha agar haqiqatan jinsi holatingizni 2-3 sm katta qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu operatsiya dunyoda birinchi yoki ikkinchimi eng yagona bitta operatsiya bor. Mana shu ligamentotomiya сушивание собственной связки к передней стенке deydi. Mana shu operatsiya bilan biz jinsi holatni katta qilib beramiz. Boshqa operatsiya yo'q. Jinsi holatni o'ziga qo'shib bo'lmaydi va mana shu operatsiyadan keyin jinsi holat katta bo'ladi, 3 sm garantiya bez extender bilan. Biz bu operatsiyalarni Toshkentda katta chegirma bilan qilyapmiz. Qolganlardan ko'ra siz oldin hamma joyda so'rangda, kimdir qilayotgan bo'lishi mumkin, qanaqa operatsiya qilamiz ular bilmaymiz, lekin bizga kelganlar tam 50% bizdan qimmat qiladi. Biz esa Toshkentda chegirma bilan shu operatsiyalarni qilmoqdamiz. Jinsi holat joyda 3-4 sm katta bo'ladi. Bu haqda videolar qo'yganman, suratini Telegramga qo'yganman va bitta Telegram bor. Jinsi holat operatsiyadan oldin keyingi suratlari bor. O'sha katta bo'lganini o'zingiz ko'rib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan diplomli vrach-urolog, androlog Erkinjon Yo'ldoshev. Bizga obuna bo'ling, o'zingizning fikringizni qoldiring. Agar sizning jinsi holatingiz 10 sm dan past bo'lsa, albatta bu operatsiya sizga yordam beradi. Dashiq 12-13 bo'lsa, albatta buning uchun sizga doktor shifokorning konsultatsiyasi kerak bo'ladi. Salomat bo'ling. Jungle.